Menda 15 ta. 15 ta. Sizlarda esa 5 ta. So'nggi klassikoda Vinicius va Gavi o'rtasida bir necha mavsumdan beri davom etib kelayotgan to'qnashuvga yana guvoh bo'ldik. Vinicius o'zini tribunadan haqorat qilayotgan Barselona muxlislariga qarata 5 va 15 raqamni ko'rsatmoqda. Buni ko'rgan Gavi Viniciusga qarata: "Jinniliklarni yig'ishtir." Ular o'rtasidagi asosiy to'qnashuv esa mana bu vaziyatdan keyin sodir bo'ldi. Dani Olmo Raul Asensioni itarib yuboradi. Buni ko'rgan Vinni o'z jamoadoshini himoya qilish maqsadida Olmoga tashlanib qoladi va bu vaziyatga Gavi mana shunday tarzda aralashadi. Ular bir-birlarining futbolkalaridan ushlab tortishayotgan bir paytda jamoadoshlarining yordamida ajratiladi. Ispan kanali tomonidan taqdim etilgan mana bu kadrlarda ular o'rtasidagi o'zaro suhbat aks etgan. Oltin to'p nima bo'ldi? Va Vinni Junior: "Ha, menda Chempionlar Ligasi bor. Sen nima xohlayapsan, og'ayni? Nima xohlayapsan?" Gavi Viniciusning qo'lini olib tashlaydi. "Ovozingni o'chir, men xotirjamman. Mayli, o'yna va jim bo'l." O'yindan keyin Vinicius Barselonaning har bir futbolchilarini birma-bir tabriklab chiqdi. Shu jumladan o'yin davomida o'zaro uzoq tortishgan jamoadoshi Rafinha bilan ham iliq suhbatlashdi. O'yindan keyin bergan intervyusida Gavi Vinicius fantastik futbolchi ekanligini, ular qiziqqon bo'lgani sababli bunday holatlar maydonda bo'lib turishini aytib o'tdi.